Bizlardan juda ham ko'p obunachilarimiz konditsioner so'rayapti. Biz sizlar uchun konditsionerni zo'r nom qo'yib qo'ydik. Primerdan 12 tali 50 modeli videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzori va narxlari bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Bu konditsionerimiz hozirgi hamma zamonaviy talablarga javob beradi. Ekonom energiya desanglar 60% gacha to'kilgan ekonom qo'yadi. Past tok teshigini desanglar 150 dan 240 voltgacha bo'lgan kuchlanishni bemalol ishlab bera oladi. Ya'ni bu konditsionerimizning kompressori full DC inverter kompressor bo'ladi. Bu 12 tali primer konditsionerimizning xarakteristikalari keladigan bo'lsa, 35 kWgacha bo'lgan joylarni bemalol muzlatib isitib bera oladi. Undan tashqari ekonom A klass bo'ladi. Freonning markasi Turizon markali Freon bo'ladi. Undan tashqari bu konditsionerimiz yozda emas, qishda ham bemalol maza qilib ishlatib turasizlar. Isitish uchun qo'shimcha tellari ham bo'ladi. Undan tashqari o'zida nashnoy rejimlari ham bor. Bu konditsionerimizning qulayliklaridan bittasi, ya'ni o'sha fendagi, agregatdagi radiatorlarning ustini qoplamasi gold film bo'ladi. Ya'ni anti-korroziyaga uchramaydi va uzoq yillar mobaynida sizga xizmat qilib bera oladi. Bu konditsionerimizdan kafolatiga keladigan bo'lsa, 3 yil o'ziga to'liq servis xizmati bo'ladi. 10 yil kompressorga alohida kafolat beriladi. Narxiga keladigan bo'lsa, 12 talisining narxi $310. Modellarini ham chiqarib ketamiz. Bu joy bilan solishtirib olsangiz bo'ladi. Agar menga kichkinaroq yoki kattaroqlar keladigan bo'lsa, 9, 12, 18, 24 razmerlari ham bor. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sifatli konsultatsiya berib, sizlarga hammasini tushuntirib beramiz. Ustunovka xizmatlari ham bor.